Bori 1350 ham demaydi. Shuni xalq maza qilsin aka. iPhone'ni puli ham emas. Biron kishi na vizifimizga na zavod javob bera oldi, na avtokreditchilar javob bera olmaydi. 100% javob bera olmaydilar. Chunki men bergan narxlarda bergan odamni o'zlari hayron qolyapti, rahmonlar. Va rak insonlarda xabarini olamiz borib. Ehson bo'yicha umuman kimnidir kontraktini to'lab berish masalasida yoki kimnidir o'g'lini to'yini qilib berish masalasida yoki qaysidir chet elda bilet olib berish masalasi yoki kimnidir qarzi 15 ming dollar bor ekan, men to'lab berishim kerak ekan 20 ming dollar. Bu yerda mana mashinalarning enasini ko'rsataman-da. Yana bo'lmasa. Ani ko'raman kimni duxi yetadi ekan. Yaxshilar joylashinglar do'stlar. Kimni buni sheriga turibdi. Aha. 2023 yangi mashina ham, bu ham yangi mashina, pashta endi Mazda deyilmaydi, ozgina yurgan. Taka diskka qo'yib aldab sotishyapti. 100-200 dollar uchun borib ko'r bo'lib olyaptilar. Omadini bersa, mayli hammasini da Bobur Mansurovlar 5-6 mingdan kamiga kelmaydi. To'g'rimi? To'g'ri aka. Ha, aka. Instagramchilar 4 ming, 5 ming, 3 mingdan kamiga kelmaydi-da. To'g'ri. Men Instagramga bir 4-5 ming bergandan ko'ra, men xalqqa berishni afzal ko'raman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir men yolg'on gapirib sotishadi. Aka, sizga nima farqi bor deyishyapti. O'sha uchun 100 dollar mendan 200 dollar kamaysa, borib meni boshqa salon to'lovi 1800 dollar bilan beriladi. Do'stlar, mana sizlarga 1800 ketadi, 500 dollar. Zapreti bilan birga. 1000 dollar to'lasin, hamma xarajati ichida Toshkent shahar, Toshkent viloyati 15 ta Gentra oq, qora xohlaganida olib ketsan. Rasprodaja 3 yilliga. Agar bo'ladimi, avtokreditchilar bo'ladimi, bozor bo'ladimi, luboy joydan arzon qilib beraman. Luboy joydan 100 dollar kamiga beraman. Olib kelaversinlar grafik. Ana do'stlar. O'zbekiston respublika bo'yicha grafik olib kelsinlar. O'shandan 100 dollar arzon qilib bermasam, 1000 dollar kamiga beraman. Naqdlar. Xudo xolasa iyul oyida ehson qilamiz. U ham faqat Drafta City'da. Bevalar. Ramon aka, qulluq bo'lsin aka. Aka, mana shuni ushlab turing. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday aka, charchagansiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka, olyapsizmi? Aka, qulluq bo'lsin ham mashinalar. Rahmat, jigar, rahmat. Hammaga bo'lsanglar. Rahmat aka. Bir kesak aka gelik turgan bo'lasiz. Yana bir kesak bermaydi yurgan bo'lasiz. Yana bir kesangiz velikda yurgan. Gap yo'q aka. Qarang aka, bizga bir sir sinovdan o'rgating bir odamlarga aka. Endi jigar, men yurtdoshlarga nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Aha. O'zimizni jemdan qo'ymasin. Yana bo'lmasa. Uni bitta mana stopi 3000 dollar turar ekan. Arka stopi. 3000 dollarga bitta hozir ozgina qo'ysangiz farq beryapti. To'g'ri aytasiz aka. Bir o'zg'orda tebratadigan bir mashina beradi. To'g'ri aka. Buni bitta stopini almashtiraman deb bir moyini almashtirish 1000 dollar. Bir moyini. Bu jemni moyini almashtiraman desangiz 1000 dollaringiz bilasizmi? 20 marta almashtirishga yetadi. To'g'ri aka. To'g'ri. Hadovoyni ham xuddi shunday. Bir hadovoy qilaman desangiz 5000 dollar ketadi. Bu jemda nima ketadi? 200 dollar bilan polni hadovoyni qilib chiqasiz. Gap yo'q. Endi aka mana buni to'g'risini aytadigan bo'lsam, gapingizni oldim. Jigar, bunda mana yerda meni kuyovim bor, katta. Kelgin. Mana katta kuyovim bor. Mana bunda Akmaljon. Shunga buni sovg'aga oldik. Yana tabriklaymiz, Murka. Qulluq bo'lsin aka. Buni sovg'aga oldik buni. Gap yo'q aka. Yaxshi kunlaringga buyursin uka. Mana aka M5, o'zing yaxshi ko'rgan, o'zing sevgan mashina. Bular chunki sportivniy mashina yaxshi ko'radi. Men endi sal balandrog'ini. Chunki bizlar endi spokon yuramiz-ku. Bular yosh, bular tez yurgisi keladi. Shuning uchun mana o'zingni yoqtirgan mashinang, mana o'zingga senga sovg'aga oldik. Mana Drafta City nomidan kel Zoirjon. Qulluq bo'lsin. Bunga endi bu o'ylanyapti. Senga nima sovg'a qilay? Bitta mashinami, uymi desam, bu o'ylanib turibdi. Buni sheriga turibdi. 2023 yangi mashina ham, bu ham yangi mashina, pashta endi Mazda deyilmaydi, ozgina yurgan. Endi Mazda deb turib 0 narsa aytiladi, bilasizlar. Biz undan qilib yangi 0 deb turib aytmaymiz. Nimaga? Ozgina bo'lsa ham yurilganmi, rabochiy mashina deyiladi. Hammani shunaqa rabochiy mashinalarga Allohim yetkazsin. Iloyim. Amin. Zoirjon kuyovim, bu ham endi o'zi tanlaydi. Uy deydimi, mashina deydimi?
bemalol jonim ustiga. Mana biz uchalamiz birgamiz. Aha. Bu yer ochilgandan beri birgamiz. O'sha 3 yil bo'pti bu yerda ochilganiga ham. Bu endi xudo xolasa bu oy ro'p rosa 3 yil bo'pti. Aka, esingizda bo'lsa, mana tepada Alloh turibdi, videoda ham ko'rsa bo'ladi. Birinchi marta video qilganimiz esizdami? Xuddi shu holatda mana shu joyda turdik aka. Esimda. Bunda Malibuda keldik. Mana bir pas 3 yil o'tib ketdi aka. Shunday. Gap so'z yo'q, lekin biz hali ham birgamiz, xudo xolasa, do'stligimiz. To'g'rimi aka? Hammaga nasib qilsin, jigarlar. Menga ham nasib qilsin deganlar kommentariyada yozib qoldirsa, albatta nasib qiladi. Bizda tushimizda ham kirmagan gelik minish, BMW minish. Faqat yaxshi niyat qilganmiz, bizni ham bir kuni Xudoyim shunday kunlarga yetkazar deb turib, sizlarni ham yetkazsin Allohim. Zoirjon, endi bundan keyingi navbat sizniki. Gap yo'q. Men oldim mana Akmaljonga sovg'a qildik. Endi Xudo xolasa sovg'amiz sizniki bo'ladi. Tanlang. Uy desangiz, uy, mashina puliga, xohlasangiz BMW desangiz, BMW M5 xuddi shuni sheriga tayyor sizni kutyapti. Nima maslahatlar berasizlar jigarlar? Endi uylari bor lekin, uchastkasi ham bor. Dang'ilama ikkalasiga ham uchastka olib berib qo'yibman. Ikkalasi ham shu Allohimda bergan halol mehnati bilan shu yerga shuncha yil tinib tinchimay mehnat qilishdi. Endi rohatini ko'radigan vaqti keldi. Ana endi bu yoqiga domi ham bor, har qaysida 2-3 tadan 5 tadan domi bor. Oho. Yana ham dom desa yana dom olsin. Hozir yo'q qilinglar akalar mana. M5 desa M5 olsin. O'ylab nima maslahat berasizlar yigitlar? Kommentariyada yozinglar akalar. Jigarlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. Yaxshi kunlarga buyursin. Ukajon, omadlaringni bersanglar ham. O'ylanib aytasizlar. Aka, bu akamda dom bor ekan, mashina bor ekan. Bu akamda uchastka bor ekan, mashina bor ekan. Bunda ham uchastka bor. Ikkalasiga bir xil. Yonma olib berib qo'yibman. Endi navbat menga kelibdi-da aka. Jonajon bo'lsin uka. Borlaringga shukr. Niyatni yaxshi qilish kerak deymiz-ku. Endi esa jigarlar, bugun men gapiraman, ancha gapni gapiraman. Aka, narxlarni yondirib tashlashingiz kerak bugun. Podbesha qilyapti. Ha, o'tgan g'alla narxlarni maydalab tashladim. Biron kishi na vizifimizga na zavod javob bera oldi, na avtokreditchilar javob bera olmaydi. 100% javob bera olmaydilar. Chunki men bergan narxlarda bergan odamni o'zlari hayron qolyapti. Rahmonali, senga nima to'q? Men bergan narxdan ham deyapti. Bosing jigar. Boshlar gapirib boryapti. Bosing. Mana Meksikani ahvolini ko'rdinglarmi? Mana shunday chayillatadilar-da. Jigarlar, menga sotgan odamlar aytayapti, aka sizga nima to'q bunaqa arzon berib? Men 200 dan kamiga bersam, boring 20 ta mashina 4000 kamiga berar ekanman. Mana yerda bir blogerni olib kelaman desangiz, mana misol omadini bersam, mayli hammasini da Bobur Mansurovlar 5-6 mingdan kamiga kelmaydi. To'g'rimi? To'g'ri aka. Ha, aka. Instagramchilar 4000, 5000, 3000 dan kamiga kelmaydi-da. To'g'ri. Men Instagramga bir 4-5 ming bergandan ko'ra, men xalqqa berishni afzal ko'raman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir mana yerda mana mashinalarning enasini ko'rsataman-da. Ani ko'raman kimni duxi yetadi ekan. Yaxshilar joylashinglar do'stlar. Kimni duxi yetar ekan. Jigarlar, borni bor gapiraman. Mana endi bugun men gapiraman. 8%, 7% degan avtokreditlar bular bo'lmagan gap. Agar biz so'movoy avtokreditni undaqa qilib oylik aylanmasini aytadigan bo'lsak, 13% dan tushadi. So'movoy avtokredit yillik hisoblaydigan bo'lsalaring 13% dan. 13% dan tushadi. Masalan, o'ylab ko'ring, 5 yilga 100 million pul minsa, bitta Cobaltga 5 yilga bo'lsangiz, misol yiliga 21 milliondan tushadi. 160 million, 165 million so'mga yiliga 21 million foiz minyapti. 165 millionga bo'ladigan bo'lsangiz 14-13% dan tushib turibdi. Oylik aylanmasi shunaqa tushadi. Любой taraflama hisoblasinlar. 13-14% dan manaka olsinlar. Mashinalarning narxini bizda hech kim qilib bera olmaydi. Yana bitta sirni aytib o'tib ketaman aziz yurtdoshlar. Bilib qo'yishlaring kerak. Mana shu joyda o'zida Sergeli rayonning o'zida 3 ta tochka ochib qo'yibman. Bu 4-tochkamiz. 3 ta tochkamizda ham bor-ku. Hamma narsa odamlar sevib qoldi, yolg'on gapdi. Rost gapirsang ishonmay qolishdi. Yolg'on gapirib sotishadi. Aka sizga nima farqi bor deyishyapti. O'sha uchun $100 mendan $200 kamaysa, borib meni boshqa salonimdan olib ketyaptilar.
biragi bor, fitnosi bor. Yani. Tanini arzon ko'rsatib turib, kompyuter ichiga 100, 200, 300 tiqib yuboryaptilar. Olsinlar o'shanaqa yolg'on joylardan borib, baribir foydasi meni kissamga kiradi. Ha. Kerakmi haqiqat? Men shu uchun salonni yopaman degandim. Wow. Ochiqcha gap. Men shu uchun salonni yopaman deganman. Ana endi xalq bilish kerak bo'lsa bilib qo'ysin. Mana shunday 100-200 arzon olaman deb turib, mana shunaqa yolg'on foizlarga ishonib turib borib olsinlar. Foydasi esa meni kissamga kiradi baribir. Men mana shu joyda o'zim o'tirar ekanman. Mana shu yerda yo mana Gentram turadi, Aha. yoki Qizil Gelikim turadi mana shu yerda. Men o'zim borman, nimaga ertalab soat 10 dan kelaman, kechqurungi soat 9-10 gacha o'zim o'tiraman. Xato bo'lib qolmasin ishimizda, aytilganday berilsin, yolg'on bo'lib qolmasin reklamalarimiz deb turib. Boshqa joylarda любой odam chiqib hozir aka mana shu mashinani 1600, 1,5 ming bilan olsin desin, ishonib odamlar kelyapti. Kelgandan keyin bo'ldi aka deyapti, mana 1,5 ming bilan tanini hech kim so'ramaydi. Taniga qiziqmay qo'ydilar. Lekin men aytib o'taman, menga farqi yo'q. Aha. Demak, aziz yurtdoshlar, aka-uka opa-singillarimiz, qani viz kutamiz. Menday arzon qilib beradiganlar bormikan? Ana do'stlar. 20 ta Cobalt qo'yaman. Mokr asfalt svet manaka. 20 ta Cobalt Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga barcha rasxodlari ichiga mayda chuda qilib o'tirmaymiz. 1,5 ming demaymiz, jigarlar. Vo ana do'stlar, ketdi mana. 1400, 1300 ham demaymiz. 7 kuni pul olib ketdi. Kesinlar. $1200 bilan berib yuboraman. Ketdi do'stlar. Hamma rasxod ichida. 25 bez probeg, nomer taqilmagan, kesilmagan, avtomat korobka, mexanika emas, avtomat korobka. Aha. Kimga kerak $1200 bilan? Rasprodaza e'lon qilaman Aka mana. nechta dedingiz? 20 ta qo'yib beraman. 20 ta do'stlar, $1200 bilan hamma rasxod ichida. Voy malades. 8% deb turib, yolg'on kreditlarga ishonib yurmasinlar. Ha. Aziz yurtdoshlar, agar unda aylanmasini aytish kerak bo'lsa, 13,5% dan sumovoy avtokredit nima deyapti? Voy Kelinglar, mana hisob kitobini qilib beraman xohlasalaring. Aha. $1200 bilan barcha rasxodlaring ichida 3 yilga, agar 5 yilga kerak bo'ladigan bo'lsa, $2000 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,800,000 dan tushadi. 25 bez probeg Cobaltlarimiz. Bemalol. Narx sindirish kerakmi? Yuringlar endi. Do'stlar, kelasizlar, xudo xolasa, mana shu joyda ishlarimiz bitib ketadi. Cobaltlarimiz Xo'p, style original saka diskada. Aha. Odamlar Xitoy saka diska qo'yib aldab sotishyapti. $100-200 uchun borib ko'r bo'lib olyaptilar. U ham meni o'zimni salonimdan boshqa salonlarimdan borib olyaptilar. Ha. O'shanda $100-200 ga aldanaman deydiganlar bemalol borib aldansinlar. Men bu yerda o'zim o'tiraman, qilib bergan narsamga javob beraman. Bitta robot qo'yibman, chiqyapti. Bo'ldi, men shunchadan qilib beraman deyapti. Odamlar borib olib ketyapti. Aha. Mana shu atrofda o'zidan 4 ta joy ochib qo'yibman. Odamlarga yolg'on gap yoqib qoldi. Rost gapirsang ishonmay qo'yishdi. Voy. O'shanda yolg'on gapni quli bo'lgan odamlar uchun 3 ta joy alohida ochib qo'yibman. $100-200 kamiga borib bosaversinlar. Ketdi mana do'stlar. Bugun ovoz sirlar ochilyapti, ama gap yo'q. Shkafda trubka olib kelmaydi. Endi jigarlar, sizlar uchun Aha. Cobalt avtomashinamizni style pozitsiyasi. Hop. Bosh to'lovi Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'lsa $1700 bilan chiqadi. Agar 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa $2600 bilan chiqadi. 4,800,000 dan oylik to'lovi. Gap yo'q. Men borini aytib beraman. Naq pulga kerak bo'ladigan bo'lsa $12,500 dan olsinlar. Ketdi mana do'stlar. Borsinlar, $12,300 dan qo'yib qo'yibman boshqa salonlarimda. Fitnosi borlarda olsinlar. Borsinlar, ana birragi bor, defekti borlarda olsinlar. Borsinlar, Xitoy diska qo'yilgan, almashtirilganlarni olsinlar. Halol gapirsang, rost gapirsang ishonmay qo'ydi odamlar. O'shanday ishonmaydigan odamlar uchun ochib qo'yibman, borib bosaversinlar. Gazini bosinglar jigarlar. Gap yo'q. Jonini chiqaringlar.
Ana do'stlar avtosalonga ham kirib oldik, ko'rib turganlarda, xudo xolasa. Ana endi xudo xolasa bugun mana maydalaymiz. Aha. Ana endi xudo xolasa jigarlar mashinalarning narxini, obzorini, narxini, probegini to'liq ma'lumot beramiz. Bemalol bergan narsamizga javob beramiz. Nimasiga javob beramiz? Kraskasiga javob beramiz, bor yo'qligiga, yurgan probegiga javob beramiz. Aha. Bez probeg narsalarni pitnosi borlarini 100-200 kamiga beramiz. Bu yerda qo'ymaganman, boshqa joylarda qo'yib qo'yibmiz. Ana indeksga qo'yib qo'yibmiz. Bor. Shu atroflarda bir 2-3 ta joyga ochib qo'yibmiz. Arzon qilib beramiz. Bemalol. Ana do'stlar. 32 ming yurgan 23-yil avtomat korobka, full pozitsiyasi, 4 ta yumshoq baloni bilan turibdi. 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovi 2,5 ming dollar bilan beriladi. Ketdi mana do'stlar. 2,5 ming dollar bilan. Aha. Hamma rasxoti ichida. Agar Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa, bosh to'lovi 1800 dollar bilan beriladi. Do'stlar mana sizlarga 1800 dollar bilan. 3 yilliga. Aha. 5 yilliga bo'ladigan bo'lsa, 9 ta viloyatdan 2,5 ming dollar bilan beriladi. Endi bir xillar savol berishi mumkin, aka, nima uchun Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bosh to'lovi arzonroq, qolgan viloyatga bosh to'lovi balandroq deydigan bo'lsa, bosh to'lovingiz 2,5 ming to'laydigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz arzonroq bo'ladi. Bosh to'lovingizni 1800, 1700, 1,5 ming to'laydigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz balandroq bo'ladi. Bosh to'lov ko'proq bo'lsa, Shunday. Gentra 2023-yil 68 ming kilometr yurgan, top toza kraskasi. Buni ham kraskasi toza. Javob beraman. Bu avtomashinamizda 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovi 2,5 ming bilan beriladi. Hamma rasxot ichida, оформление, nomer, texpasport, hamma narsasi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovini 1,5 ming bilan qilib beraman. Ketdi mana do'stlar. 1,5 ming bilan. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa, 1800 dollar bilan chiqadi. Mana farqini aytib o'tib ketaman. 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, 2,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov 5 million 400 dan tushadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan bo'ladigan bo'lsa, 5 yilliga 1800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 6 milliondan tushadi. Oylik to'lovda farqi bor, 600 ming so'm. Lekin bosh to'lovi kamroq Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. Mana bu Gentramiz. 4 ta yumshoq baloni bor, Amerikanka faralari bor. Xo'p. Yana nimasi bor ekan? Kraska Orqa toza. stop qanaqa ekan? Tonirovka ham bor ekan aka bunda. Moshin top toza 100%, 57 ming kilometr yurgan, metani ham bor. Ultralari ham bor ekan. Ana akalar, oppog'idan. Jigarlar, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 15 ta Gentra qo'yib beraman. Hop, 15 ta Gentrani mayda-chuda qo'ytirman, 1000 dollar bilan olib ketsinlar. ketdi mana. Hamma xarajat ichida. Оформить nomer, texpasportini o'ziga 600 dollar pul ketadi, 500 dollar. Zapreti bilan birga. Ha. 1000 dollar to'lasin, hamma xarajat ichida Toshkent shahar, Toshkent viloyati 15 ta Gentra oq, qora xohlaganida olib ketsin. Ketdi. Rasprodaja 3 yilliga. Agar 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsalar, 2150 dollar bilan qilib beraman. Oylik to'lov 5 million 400 ming so'mda tashkil qiladi. Olib ketinglar. Yana nima deyay? Yuringlar mana Cobaltlarni. Aka keladigan bo'lsa ishi qancha daqiqada bitib ketadi? Shu odam aytdi. 4 soat. 4 soat. 4 soat. Shunaqa. Gentralar. Gentralar, Aka bez probegda necha pul beryapsiz gentralarni oq qorasini? Gentra bez probega hozir sotmayapmiz. Ha. Ochiqcha gap, sababi o'zimiz 16,5 mingdan olib 16200, 16300 dan sotdik. Ha, yo'q-a? Ha. Ochiqcha gap, zarariga sotdik. Uni bitta, ikkita odam so'rab kelyapti. Undan ko'ra mana ozgina yurganlari 31 ming kilometr yurgan. Aha. Mana shu mashinda tan narxi 13,5 ming dollar.
2023 aka. Mendan arzoni bo'lsa olib kelsinlar, o'zim sotib olaman. Mana akalar. 30 ming kilometr yurgan, benzinda turibdi, metanda turibdi. Kraskasi top-toza, javob. 4 ta yumshoq pachka balonda turibdi, nama. Mana yangi 4 ta yumshoq balonda turibdi. Aka, o'ylanib ko'ringlar. Ha, pashti yangi mashin. Endi yangi masla deyilmaydi, rабочий mashin barabar. 31 ming kilometr yurgan, kraskasiga javob, mashinaning raqami 982. Bosh to'lovi 9 ta viloyatga 2500 dollar bilan. Aha. Oylik to'lov 5 million 400 dan tushadi. Ketdi mana akalar. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, 1,5 ming dollar bilan beriladi. Oho. Xohlasalar 1000 dollardan aytdim-ku, 15 ta jentra qo'yib beraman. Oq, qora farqi yo'q. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. 9 ta viloyatdan bo'lsa, 2,5 ming dollardan 2300 dollar, 2200 dollar hamma rasxot ichida. 15 ta jentra olib ketaversinlar. Do'stlar, rasprodaja Beradigan mashinga javob beramiz. Spark avtomashinamiz. Bir qo'shiq ham eshitaylik endi. Rahmonol aka ancha bo'pti mana. Keling jigar. Yondiradiganidan. Nima aytamiz? Do'stlar, Ayting aka. Avvalo hech kim sani boshiga ish tushmasin. Chin do'stlari qochsa ham yor do'sti qochmasin. Chin do'stlari bo'lsa ham uni do'sti bo'lmasin. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st. Bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st. Do'sting yo'q deb kuyinma, o'ylama hech urinma. Xudo bersa dastingga, bosgan qadamingda do'st. Ketganida omading, yaqin do'stlaring ketar. Dilni begona etsa, o'zin begona etar. Kuyinma hech ularga, ular do'st bo'lmaydilar. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st. Bemor bo'lsa holingdan xabar olsa shunda do'st. Do'sting yo'q deb kuyinma, izlama hech urinma. Xudo bersa dastingga, bosgan qadamingda do'st. Xudo bersa dastingga, bosgan qadamingda do'st. Gap yo'q aka. Joni sog' Sog' bo'lsin. bo'ling. Xo'p, endi rasprojani yana mana e'lon qilamiz. Spark avtomashinamiz 2022-yil. Aha. Kraska top-toza, javob, probegi 54 ming kilometr yurgan. Aytgan mashinalarimda kraska yo'q deb sotilib, 3 kun ichida bemalol kraskasini tekshirishlaring mumkin. Kraska chiqadigan bo'lsa, kraska yo'q deb sotilib 1000 dollar kamiga beraman. Gap yo'q. 1000 dollar kamiga. Mana, bundan ziyod nima deymiz? Kraskasidan ayb topsa 1000 dollar kam. 1000 dollar kamiga beramiz. Probegidan-chi aka? Probegidan ayb topsa, undan ham 1000 dollar kamiga. Undan ham 1000 dollar. Yana nima deyaylik, aka? Gap yo'q aka. Mana, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa, 1000 dollar bilan olib ketsinlar. Mana do'stlar. Agar 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsa, 1700 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 700 dan. Katta akalar. 3 million 700 dan mana. 5 yilliga. Gap yo'q. Xo'p, bu jentramizda aytdik. Aka, do'st haqida ham men fikr bildirib qo'ying. Bari so'rashadi. Bir orqangizdan pichoq urganlar bormi bir hayot davomida? Baribir sizdan motivatsiya olib, sizdan biror narsani o'rganadi endi odamlar aka, bir ishonchsizlik bo'lganmi? Aka, bitta narsa aytaymi? Oldin yigitlar, erkaklar gapirsa, gapini ustidan chiqardi-da, Aha. javob berardilar. Gapirgan gapiga-da. Hozir konkret qilib aytadigan bo'lsam, xafa bo'lmasin-da, mana yana noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin. Bizga ish yuzasidan kelishadi. Kel uka, mana shu ukamga ham mashin berdim. Keling ukajon, bitta mana shu ukaga ham mashin berdim. Keling endi jiga. Ha. Keling ukajon. Ismingiz nima uka? Ha? Amir. Amir, ha? Amir, qayerliksiz? Samarqand Urgutdan, ha?
Bizdan oldin mosh olib ketganmiz. Labo olib ketgansiz. Ikkalasi ham labo. Gap yo'q. Naqd olib ketganmizlar, kreditmi? Ikkalasini ham naqdga. Mana bunisini ham naqdga olib ketyapti ukamiz. Ha. Mana Damas avtomashinasini oldi, naqd puliga oldi. Amir, uka bitta savolim bor-da. Boshqa joylarda mana o'zingiz aytdingiz, aka, Damas avtomashinasini sizdan $100, $200 arzon aytdi, lekin olmadim dedingiz. Nimaga? Men o'zim ham bilaman, hozir sizga $100-200 qimmat sotganimni bilaman. Nima uchun endi bizni tanladingiz? Ishonch, sifat, kraskasini 100% aytib sotyapsiz. Boshqa joylarga kraskasiga javob bermaydi. Aytmaydi ham. Bu borasi yangi mashinada yozib beryapti. Samarqandda ham Damas ko'p o'zi. Tiqilyapti. Samarqandda qimmat ekan. Men bordim aka syomkaga. Samarqandda qimmat ekan Damas. Necha pul ekan? Yo'q, ancha farqli 200-300 qimmat yuribdi. Har qaysi yilini solishtirgan taqdiringizda ham. 500 gacha-da. Qimmat ekan Samarqandda aka Damas. Endi masalan mendan 100-200 arzon aytgan joylar bor. Bu to'g'ri aytdi. Boya meni oldimga kelganda aka sizdan $200 kamiga aytdi, 300 kamiga aytdi dedi. Men aytdim, uka, bizdan oldin mana ikkita labo olib ketgan. Masalan, qachon olib ketgansiz? Necha vaqt bo'ldi? 2023 olib ketgansiz. Damazlarda, labolarda mana zadniy moslarini ana taksi qilgan bolalar misol almashtirib sotib olib turgan joylarini ko'zimiz bilan ko'rdik. Bitta eshigiga almashtirgan joylarini ko'rdik, salonlarda kraskasi bor mashinalar, Damazlar keladi. 10 tasidan 4 tada kraska topamiz. Ha. Kusok eshigida kraska bor, bagajda kraska bor. Aytishlari mumkin, zavoddan chiqib turgan narsada qanday kraska bor deb turib. Mana shuncha bolalar ishlayapti zavodda. Men o'zim ko'rganim, masalan, nechta trallerda mashinani qizitmay haydab tushirib, qizitmay haydab kirgizadilar. Umuman yangi mashina-ku, buzilmaydi-ku. Lekin keyinchalik zarari bor-da, lekin baribir. Lekin birovni oladigan narsasini baribir ozgina o'ylash kerak-da. Ozgina qizitib haydash kerak-ku. Qishki kunida ko'rdim. Zavoddan olib chiqib trallerga yuklaydiganlar, trallerdan salonlarga tushiradiganlar vashi qizitmaydi. Nimaga? Benzin ketadi. O'zi ichida benzin bir 3 litr benzin bo'lsa, olib chiqqaningdan bir 2 kilometr yursa yuradi, bo'lmasa o'chadi. Uni qizitib o'tiradimi uni benzin quydirib? Benzinni kim quyadi? Salon quyib bermasa qistasidan zavod uchun 3 litr 5 litr benzini bilan chiqaradi, xolos deb o'ylayman. Meni bu erkin fikrim albatta. To'g'ri aka. Uka, demak mana nomingizga shot spravka qilib berildi. Familiya ismingiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan ekan. Xo'p. Tohirov Amirjon, Asqarjon o'g'li. To'g'rimi uka? Nomingizga bo'ldimi? Bizdan rozimisiz? Roziman, sog' bo'ling. Rozisiz ha? $100-200 qimmat berdim, lekin shunda ham mendan olib ketyapsiz. Uka, omadingizni bersin. Yaxshi kunlaringga buyursin. Xizmat bo'lsa akam bor deb kelavering. Rozimisiz? Roziman aka. Abdushi. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Qutlug' bo'lsin aka. Bolalarga aytsangiz, benzin quyib beradi. Va'da qilganimda ukajon. Gap yo'q. Sog' bo'ling Amirjon. Omadingizni bersin ukajon. Aytayman-ku. Ishonadigan yaxshi insonlar ham bor. Mana aytayman-ku, shu $100-200 kamiga ba'zi joylarda ochib qo'yibmiz. Pitnosi bor narsalarni o'sha yerga chiqarib qo'yibman. U ham pachka mashinalar. Defekti bor, pitnosi bor. Mana bittasi kelib turib, aka mana pachka mashina yangi desa, ishonib olib ketyapti-da. Men spesialni ochib qo'ydim o'shanaqa joylarda. Qarasam, odamlar baribir olib yotibdi. Pitnosi bo'lsa ham bilmasa, olaverar ekanda. To'g'ri aka. Bilmasa olaverar ekanlar. Lekin men shu Xudodan qo'rqqanligim uchun mana shu yerda har bir narsani rostini aytib sotamiz. Kraskasi borini ham, boshqasini ham, foizini ham, hammasini imkon boricha harakat qilamiz to'liq aytishga. Yo'q, bunga javob beramiz bu yerga. Bergan narsamizga javob beramiz. Boyaga aytganingizdek, do'st deganingizdek, lavzda turadigan bolalar kamayib ketyapti. Ont ichib sherga ishga qabul qilinadi. Ishlayman deydi, va'dani beradi, o'g'il bola. 1 oy ishlaydi, 2 oy ishlaydi, boshqa joydan bir 500 ming so'm balandroq ish topsa bor-ku, aka deydi, onam urushyapti deydi, otam urushyapti deydi. Boshqa joyga ketma, uydagilarga haliga otizga chiqmasam bo'lmas ekan deydi. Yordam bermasam bo'lmas ekan deydi. Lavz qanani o'g'il bola deyman.
Sen va'da berganing uchun men senga ish o'rgatdim. Mana yerga shuncha vaqtimni ketkazdim. Mana shu yerda seni olib qoldim uka, yordam berdim, senga ish berdim. Zavtriga tekin, obedi tekin, ujini tekin, yotoqxonasi bepul. Oyiga 4 million, 5 million oylik tayinlab berdim. Gapida turadigan bolalar kamayib ketyapti. Mayli, nima bo'lsa ham omadini bersin, hammani omadini bersin. Lekin maslahat bergan bo'lardim, shu o'g'il bola gapirdimi, shu buruk kiyuribdimi, o'sha gapirgan gapiga destit qilish kerak, javob berish kerak. To'ppa-to'g'ri aka. O'sha uchun ko'p joylarda mana biznes sohalarida hozir qizlar nimaga o'zi chiqib ketyapti? O'zlaring tushunib olaverasizlar. O'shandaqa so'zda turmaydigan, haliga uylanaman deb tashab ketadigan bolalar ko'payib ketyapti-da. Eski davrlarda shu bitta qizni ushladimi, uylanaman dedimi, o'shani mahkam tutgan uylangan. Hozir bu shoxdan bu shoxga, bu shoxdan bu shoxga, bu shoxdan bu shoxga sakrab yuribdilar. Sakraydigan bo'lib qoldi-da hozir ko'p bolalar. Gap yo'q. Gentra aka. Gentra avtomashinamiz 2023-yil 47 000 kilometr yurgan. Aha. Orqa chap krilloda kraskasi bor. Mana biz aytib beramiz-ku aka, oladi-ku odamlar, olyapti-ku, kraskasi bor desak ham olyapti. Yo'q bo'lsa yo'g'ini aytsak olyapti misol. Borini aytsak ham sotilyapti-ku shu mashinalar, qolib ketmayapti-ku. To'g'ri aka. Mana biz bilib turib, ko'rib turib olyapmiz-ku. Lekin qayerga boring, radnoy javob deydi. Xudo bor deydi, aka deydi, javob deydi. Ha. Qo'rqmay qasam ichyaptilar. Xuddi 1000 yil yashayotganday. Mana bu Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga kraskasi bor, mana 47 000 kilometr yurgan, propani bor ekan, pulti bor ekan, Amerikankalari bor ekan. 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Aha. Bu chiyillab qoldi-ku. Oh. Xo'sh, Amerikanka farasi bor ekan. Ha, do'stlar. 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Salonlarni ham bitta ko'rasizlar. Nomer ham 200 ekan. Oh. 200 o'z bo'lakcha nomerda. Orqalari ham. O bilan ekan. Bu mashinamizni bu ham $1000 bilan olib ketaversinlar. Yana do'stlar. $1000 bilan olib ketaversinlar. Ketdi mana $1000 bilan Gentra. Bu Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. Agar 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsa, $2150 bilan chiqadi. Oylik to'lov 5.400.000 so'mni tashkil qiladi jigarlar. Ana do'stlar. Ana endi xo'p, mana bunda yana Gentramiz bor. Kobaltlarni aytdik. Oldi chap krilo pitno. Aha. Mana oldi chap krilo pitno. Bu ham $1000 bilan ketdi Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. Oho. Ana Aka unda trade-in haqida ham bitta ma'lumot berib qo'ying o'zingiz. 2019-yildan yuqori bo'lgan mashinalarni bemalol olib kelaversinlar. Xo'p. Kraskasini ko'rib, qarab, tekshirib olamiz. Aha. Lubbo joyga narxini borib solishtirib, narxini gaplashib kesinlar. O'shandan agar biz $100, $200 balandroq qilib olsak, bizga bersinlar. Bo'lmasam o'sha so'ragan joylarga olib borib beraversinlar bemalol. Probegi qancha esa? 70 000, 60 000, 80 minggacha olamiz probegini. 70 000, 80 mingdan u yog'ini olmaymiz. Bu Tracker avtomashinamiz 15 000 kilometr yurgan, toza, Premier Turbo 2024-yil ekan. Aha. Bu avtomashinamizni Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa, $1,500 bilan berib yuboramiz. Oho, do'stlar mana 1,5 ming bilan. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lsa. 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsa, bosh to'lovi $4,000 bilan chiqadi. Aha. Oylik to'lovi 6.300.000 so'mda tashkil qiladi. Necha yilga aka? 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga. Gap yo'q. Naqdga necha pul endi bu aka turishi? Naqdgami? 24. 24, 17,5 mingga berib yuboramiz. Ana do'stlar. Kraska 100% toza. 24, 17,5 2024 mingga. Premier Plus. Qizlar 17,5 so'rasachi mingga. endi aka, bir qizlar so'rab qolsa.
kreditga so'raydigan bo'lsa 1300 bilan berib yuboramiz. Qizlar so'rab qolsachi bir tug'ilgan kunim Rahmonali aka. 17 mingga berib yuboraman. Ye do'stlar mana sizlarga. 17 mingga olib ketaversinlar. 24. O'tir aka. So'rasizmi aka? Cobalt avtomashinamiz. Aha. Bundan 3 dona bor, xuddi shunaqa Cobaltdan 2022-yil. Hop. 9 ta viloyatdan bo'lsa 1700 dollar bilan berib yuboramiz. Oylik to'lov 4 dan tushadi. 1700 bilan. Agar Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan bo'ladigan bo'lsa 800 dollar bilan olib ketsinlar. Yana do'stlar. 800 dollar bilan. 800 dollar bilan ketdi mana. Bosingizlar. Damas bilan labolarimiz qoldi. Gentralarda aytdik. Aha. Damas labolarimiz oldi tarafdami, orqadami? Labolar hammi? Do'stlar mana jentralar halidan turibdi. Bunisi ham jentraklari. Qora, oq hammasidan bor akalar. Sardor, yuring. Damaslarni ham bir yondirib berasiz endi. Rahmonali aka cho'tki qilib. Damaslarda bor-ku, hech kim bera olmaydigan narxda qo'yib beraman. Yana. Labo chiqarganmisizlar bo'lam? Labo bormi? Bitta Damas, bitta labo. Hayajonli daqiqalar do'stlarim. Rahmat. Jigarlar, labo avtomashinamiz kimga kerak bo'lsa, Aha. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bosh to'lovini 2000 demaymiz. 1900, 1800 ham demaymiz. Yana do'stlar. Bor 1700, 1600 ham demaymiz. Voy! Bemalol kelsinlar 1,5 ming dollar bilan nima deyapti? Yana do'stlar. 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsa, Ha. 2000 dollar bilan olib ketadi. Oylik to'lovi 3 millionni tashkil qiladi. Aha. Agar Damas avtomashinamiz 10 dona Damas qo'yib beraman. Damas do'stlar. 10 dona Damas. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga Ha. 10 dona Damas. Lubo joyga vizov tashiyman. Bosh to'lovini 1,5 ming demaymiz. 1400 ham demaymiz. Yana bo'lmasa. Borib 1350 ham demaymiz. Shunga xalq maza qilsin aka. iPhone'da puli ham emas. 1300 dollar bilan olib ketsin. Vay vay vay. 10 dona Damas. 1300 bilan. Toshkent shahar, Toshkent viloyati Best Probek 25 mi aka? 2025-yil nol Damazlarimiz. Yana bo'lmasa. Masta Damazlarimiz. Aka UzAvto Motors endi nima deydi bu videoni ko'rib aka? Aka, Luboydan arzon qilib beraman. Yana bo'lmasa. Salon bo'ladimi, avtokreditchilar bo'ladimi, Aha. bozor bo'ladimi, Luboy joydan arzon qilib beraman. Luboy joydan 100 dollar kamiga beraman. Olib kelaversinlar grafik. Ana do'stlar. O'zbekiston Respublika bo'yicha grafik olib kelsinlar. Yana. O'shandan 100 dollar arzon qilib bermasam, 1000 dollar kamiga beraman. Naqdini aytib qo'ying Damaslarimizni. Naqd pulga Damazimiz yo'q, avtokreditga beraman. Yana bo'lmasa do'stlar. Ketdi. Qadrdonlarim, bosoradigan joyi. Xalq yaxshi maza qildi aka. Ha. Xalq maza qilyapti. Bir 10 ta Cobalt keldi. Hop. Shuni ham aksiyaga qo'yib yuboraymikan ha? Qo'yib yuboring aka, like bosib podдержка qilyapsiz. Qo'yib yuboraymi? Instagramga uramiz bolam. YouTube'dagi jigarlarimiz Instagramni kuzatsin. Ertaga ertalabga shunaqa katta aksiyani e'lon qilaman Instagramda. Maydalab tashlayman. YouTube'ga hozir e'lon qilib ko'ring endi aka. Yo'q, Instagramga o'tsinlar. Yana do'stlar. Instagramga kuzatsinlar. Instagram kanalimizga o'tib, Aha. obuna bo'lib qo'yasizlar. Kuzatib borasizlar. Albatta sizlar uchun katta super aksiyani e'lon qilaman aziz jigarlar. Bitta qo'shiq bo'lsin. Bosaveradigan. Bitta qo'shiqni yondiring endi aka. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishlaysiz. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim Ironlarda, ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadimmi? Omad kelib savdolarda
bo'yin toldi tillolarda, maishat-u yallolarda bir mehribon otam bor deb o'ylamadim. Ey odamlar, odamlar, menga bunday qaramanglar. Men boyvachchaman balki, holing nima deb so'ramanglar. O'ylamadim. Omad kelib savdolarda, bo'yin toldi tillolarda, maishat-u yallolarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. O'ylamadim. Gap yo'q aka. Aziz yurtdoshlar, bugun mana istoriya qo'yib yuboramiz Instagramda. Ertalab soat 11larda Instagramda post qo'yamiz. Aksiyani superni qo'yib yuboraman. Hech kim qilib bera olmaydigan narxda qilib beraman. Ertalab обязательно postimizga podeshka qilasizlar. Ko'proq do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Mendan arzoni bo'lsa, tralleri bilan birga sotib olishga javob beraman. Ketdim. Bormi vizif tashiymay ertalabga xudo xolasa. Instagramda ko'proq do'stlarga jo'natib qo'yasizlar yigitlar. Ketdi. Do'stlar murojaat qilasizlar. Inshaalloh. Aka, musofirlarga ham bir kelayotganlar baribir endi pul topadigan zamon keldi. Musofirlarda ham sezon boshlandi. Bir skidkalarni, bonuslarni qilib berasizmi aka? Albatta kelaversinlar. Aha. Lider avtositidan hamma vaqt pollik, 20 litr benzin, podarka. Gap yo'q. Kelaversinlar, любое время. Bu videomiz qachongacha narxlar amal qiladi? Bugun xudo xolasa 27-tuslov, nechisidan qaytadi? 31dan. 1-tuslowgacha. Birinchi tesloga. Bugun bosib yuboringlar videoni. Hop. Iloji bo'lsa hozir bir yarim soat ichiga bosinglar. Aha. Call centerda shaqillatib tashlaymiz. Aha. Call centerda albatta kim bilan gaplashib turgan bo'lsalaring, o'shalar bilan birgalikda aloqa qilib kelish esdan chiqmasin. Bizda sotuv bo'limi o'z vazifasini bajaradi, call center o'z vazifasini bajaradi. Hech qanaqa call center orqali kelsalaring yoki ular bir sizlardan bir $50 yoki bir 500 ming so'm pul olmaydi jigarlar. Bular qanchalik prosta mijoz o'zlari qabul qilsa, biz ularni bu yerda oyligini ko'taramiz faqat. Yaxshi ishlab turganligini bilish maqsadida через call center orqali kelsalaringiz, biz call centerimizni qaysi bir yaxshi ishlayotganligini bilib olamiz, xolos. Bemalol call centerimiz orqali murojaat qilib kelishlaring mumkin va albatta kim bilan gaplashgan bo'lsalaring, o'shani so'rab, shu orqali kelish esdan chiqmasin. Sotuv bo'limimiz ham xuddi shunday. Albatta kelasizlar, o'zim men shu ertalab soat 10 dan kechgacha soat 8-9 gacha shu yerdaman. Gap yo'q aka. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ehson bo'yicha ehsonimizni to'xtatganmiz vaqtinchalik. Xudo xolasa iyul oyida ehson qilamiz, u ham faqat banitsaga. Oqqon kasallar va rak insonlarda xabarini olamiz borib. Ehson bo'yicha umuman kimnidir kontraktini to'lab berish masalasida yoki kimnidir o'g'lini to'yini qilib berish masalasida yoki qaysidir chet elda bilet olib berish masalasi yoki kimnidir qarzi $15,000 bor ekan, men to'lab berishim kerak ekan $20,000. Men undaqa bankim yo'q bu yerda to'lab beradigan jigarlar. Unaqa narsa haqida umuman call centerga qo'ng'iroq qilmasliklaringizni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki ular u narsani hal qilmaydi baribir. Menga kelgan bilan ham foydasi yo'q. Chunki men unday har bir narsani hal qiladigan odam emasman. Men faqat nochorlarni, qiynalgan oilalarni va og'ir ahvoldagi insonlarni xabarini o'zim borib olaman. Haqiqiy qiynalib turgan odamlar birovning eshigiga kelmaydi. Men o'zim bilaman. O'sha uchun faqat sizlardan iltimosimiz shu, like bosib, chiroyli komment yozib qo'yinglar inshaalloh. Yana nima deymiz?
Musofirda yurgan aka-ukalarimizni esa Allohim tani jonini sog' qilib, sog' salomat bola chaqasini boshiga omon bo'lib yurishini Allohdan so'rab qolamiz. Gap Like yo'q aka. bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Keyingi videomizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar yigitlar.